Xo'p, bugun mana shunaqa udar narsa topib oldim. Zo'r ekan. Bugun bizni ustaxonamizga tormozi ishlamaslik bo'yicha O'zbekistonda legenda bo'lgan Nexia 2 kelgan mana shunday faralarni udar qilib berganmiz. O mana shunaqa chiroyli bo'lib yonadigan, ichlarini qoraytirib, cho'tki qilib, oynalarni almashtirib berganmiz. Mana bu tarafini ham ko'rishinglar mumkin. Vobshe cho'tki va undan tashqari oynasini ochib yopganda, tushirganda muammo bo'lmayapti. Ko'targanda ovqat yemagan odamga o'xshab deb qotib qolyapti ekan. Shuni to'g'rilab berdik. Bekzat aka, nima ishlar qildingiz? O'zingiz to'liq gapirib bering. Faqat tezroq. Mashinamizda oynalarida, faralarda muammomiz bor edi. Faralarni birinchi o'rinda faralarni chiroyli akkuratli holatga olib kelib berganmiz. Keyin oynalar 4 ta oynasini avtomatik ishlaydigan qilib berganmiz. Ha, tushunarli. Demak, mana ularni fichiq bosganda bo'lib tushib chiqadigan bo'lgan, chiroyli bo'ldi. Aha, faralarni ham. Qarochi, akalar, og'alar, opa-singillar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Bo'kadan benzin zapravkadan shunday o'tib turib, yo'ldan bu yoqqa bunday burilganlaringda Bo'ka detailing mana shu yerga tashrif buyuraverasizlar. Hamma xizmatlarni meni nomimdan kelsanglar, chegirma narxlarda ajoyib va sifatli qilib berishadi. Pashsha bo'lmay o'lgur, beparasat. Shunaqa. Bo'ka detailingda barchalarni kutib qolamiz.